Mana 5 minut 40 sekunddan beri tushib bo'lmayapti mana. Necha minut kutamiz buni bilmayman. Bu organ xodimlariga tushib olishimizni o'zi 5 soat vaqt ketsa. Juda-yu nima bu tizimni yangilash kerak. Yangilash uchun ishchilar kuchini ko'paytirish kerak adashmasam. Mani fikrim endi, bilmayman qolganlar fikrini. Kim nima deyishini bilmayman. Atay mana bizni tizim, ichki ishlar tizimini olaylik, 102 ga shuncha telefon qilsangiz bir deyishiga oladi. Nimaga prokuratura bunaqa bas? Savol. Nimaga mana 6 minut, почти 7 minut ketyapti. 7-minutga ketib tushib bo'lmayapti ularga. Muzika eshitib o'tirib bekorchilikdan telefon qilyapmiz-da, mana bekor o'tirib telefon qilyapmiz. Qo'yaman hali bu videolarda men olib chiqaman, ommaga endi olib chiqaman. Prokuraturani ustidan ham kerak bo'lsa, Oliy sud ko'ramiz, prezidentgacha chiqaman. Shu darajada turibmanki, meni ishimni hech kim hal qilolmayapti. Nimaga bu? Prokuraturaga chiqaman desam, shu bo'lmaydi. Ichki ishlarga telefon qilsam, bizni muammo bas, boshqasini muammosi, boshqasiga murojaat qiling deydi. Kimga murojaat qilishni bilmay ham qolyapman oxiriga. Nima qilay ekan, o'ylanyapman. Qayta video qo'yaveraman men. 2 minutlik videodan necha minutda olishlarini ko'rsatib beraman sizlarga. O'zbekiston Respublikasini Bosh prokuraturasiga telefon qilyapman-da mana 1007 nomeriga telefon qilyapman. Shu bo'lmayapti. Yana muzika ketdi. 8-minutda muzika ketyapti. Uf. Deb qo'yishgandir-da. To'qqizinchi minutga o'tyapti hali javob berishga.